bu yoqqa cho'z. Hali senmi meni buyumlarimga tegadigan? Qaytar, u meniki. Buvim sovg'a qilgan. Qilgan ishing uchun hali afsuslanasan. Dadamga aytib adabiyni berardim-u, lekin yoshligimdan bechoralarga ozor bermaslikka o'rgatishgan. Yana ozroq o'yinini tomosha qilishga majburman. Buvimni sovg'asini ham olaman hali. Siz bilan vaqtinchalikka xayrlashishim shart. Undan xafa bo'lma. O'zi boylar shunaqa tannoz bo'lishadi. Hammasi ham tannoz emas. Masalan, James Jack juda ham yaxshi inson. O'zingni ham mashinang bormi? Yoki faqat qo'riqchilar bilan yurasanmi? Uying ham saroy bo'lsa kerak, bizni ham olib borasanmi? Albatta olib boraman. Anu kelayotgan kelishgan yigit kim ekan? Yil yakunidagi bahoyinga aralasha olmayman, tushunsen-chi? Saymonmi? Kollejimizning eng oldi talabasi. O'zi ham hamma qizlarning orzusi. Voy, anu ovsarni qara, to'g'ri yurishni ham bilmaydi. Dovdiramay ket. Shunaqa ham omi uquvsiz bo'ladimi? Sharmanda. Ataylab Saymonni ilintirish uchun uyushtirdi menimcha. Sen badbasharaga qararmidi? Meni kechirasiz. Ozroq telefonga chalg'ib qopman. Yomon yiqilmadingizmi? Hech qisi yo'q. Ozroq shoshayotgandim, ko'rmay qolibman. Sizni oldin ko'rmaganman. Kollejimizga yangi kelgansiz shekilli. Ha, shaharchaga yaqinda ko'chib keldik. Ismim Eliza. Meniki Saymon. Tanishganimdan xursandman. Bu yalangoyoqni nimasi yoqib qoldi? Tavba, gaplashib turishini qara. O'zi yo'lingni zo'rg'a topib yurasan-ku, yana nozlanib gapirishga balo bormi? Ertaga shaxsan dadamning o'zi sizlar uchun tug'ilgan kunim sharafiga ziyofat tashkillashtiryapti. Hammangizni taklif qilaman. Dadamning shaxsan o'zi. Qo'ysang-chi, shuncha ish turgandami? Xursand bo'lma, bazmda sendaqalar uchun joy yo'q. Restoran egasi ham senga o'xshagan bechoralarni kiritmasligi aniq. Restoran. Shunday qasrday uying turganda nima uchun restoranda qilasan? Seni tug'ilgan kun bazmini har yili uyida katta qilib nishonlaydi deb eshitgan edim. Rostdanmi? Uyingga boramizmi? Qanday baxt! Zo'r-ku. Menga hovlidagi bazmlar juda yoqadi. Dadam aytganimni qiladi deganding-ku. Menimcha yo'q demaydi. Albatta bo'ladi. Dadam doim ko'nglimga qaragan. Ertaga hammani kutaman. Endi nima qilaman? Nimalar deb qo'ydim. Bugun juda ham charchadim. O'zi ham butun uyni yig'ishtirib chiqdik. Oyijon, bitta ishni hal qilib berishingiz kerak. Men o'rtoqlarimga tug'ilgan kunimni James Jackni uyida nishonlashga va'da berdim. Siz o'sha yerda ishlaysiz-ku, yordam bering. Nimalar deyapsan sen qiz? Esingni yeganmisan? Shundoq ham qizini shuncha kiyimlarini senga olib kelib turibman. Kiyimlari ko'pligidan yo'qolganini ham sezmaydi. Men hammani taklif qilib bo'ldim. Qiz kerak bo'lsa ko'ndirasiz. Harakat qilaman. Lekin uyiga kirgizmasligi aniq. Mariya tug'ilgan kunga taklif qildi. Birga borishga nima deysiz? Zo'r-ku, lekin men bora olmayman. Unga meni borishim sira yoqmaydi. Nimani ovozi? Bayram bo'lyaptimi? Qiziq, bazm yo'q edi. Xo'jayin ruxsat berdilar. Ishchilarimizdan biri bazm qilyapti. Uylaring o'ylaganimdan ham hashamatli ekan. Buncha baxtli qizsan-a? Bu hali hammasi emas. Kichkinagina bazm-ku. Katta ziyofatlarda qatnashsangiz bormi? Bu yalangoyoqni nimasi yoqib qoldi? Tavba, gaplashib turishini qara. O'zi yo'lingni zo'rg'a topib yurasan-ku, yana nozlanib gapirishga balo bormi? Ertaga shaxsan dadamning o'zi sizlar uchun tug'ilgan kunim sharafiga ziyofat tashkillashtiryapti. Hammangizni taklif qilaman. Dadamning shaxsan o'zi. Qo'ysang-chi, shuncha ish turgandami? Xursand bo'lma, bazmda sendaqalar uchun joy yo'q. Restoran egasi ham senga o'xshagan bechoralarni kiritmasligi aniq. Restoran. Shunday qasrday uying turganda nima uchun restoranda qilasan? Seni tug'ilgan kun bazmini har yili uyida katta qilib nishonlaydi deb eshitgan edim. Rostdanmi? Uyingga boramizmi? Qanday baxt! Zo'r-ku. Menga hovlidagi bazmlar juda yoqadi. Dadam aytganimni qiladi deganding-ku. Menimcha yo'q demaydi. Albatta bo'ladi. Dadam doim ko'nglimga qaragan. Ertaga hammani kutaman. Endi nima qilaman? Nimalar deb qo'ydim. Bugun juda ham charchadim. O'zi ham butun uyni yig'ishtirib chiqdik. Oyijon, bitta ishni hal qilib berishingiz kerak. Men o'rtoqlarimga tug'ilgan kunimni James Jackni uyida nishonlashga va'da berdim. Siz o'sha yerda ishlaysiz-ku, yordam bering. Nimalar deyapsan sen qiz? Esingni yeganmisan?
Shundoq ham qizini shuncha kiyimlarini senga olib kelib turibman. Kiyimlari ko'pligidan yo'qolganini ham sezmaydi. Men hammani taklif qilib bo'ldim. Qiz kerak bo'lsa ko'ndirasiz. Harakat qilaman. Lekin uyiga kirgizmasligi aniq. Mariya tug'ilgan kunga taklif qildi. Birga borishga nima deysiz? Zo'r-ku, lekin men bora olmayman. Unga meni borishim sira yoqmaydi. Nimani ovozi? Bayram bo'lyaptimi? Qiziq bazm yo'q edi. Xo'jayin ruxsat berdilar. Ishchilarimizdan biri bazm qilyapti. Uylaring o'ylaganimdan ham hashamatli ekan. Buncha baxtli qizsan-a? Bu hali hammasi emas. Kichkinagina bazm-ku. Katta ziyofatlarda qatnashsangiz bormi? Eliza, aqldan ozay deyapman. Sen qanaqasiga James Jackni qizisan? Qanday hammadan berkitib yurding buni? Sekinroq gapir, atrofdagilar eshitib qoladi hozir. Nima deyapsizlar? Tushunmayapman. James Jackni qizi deysanmi? Jinni bo'lib qoldinglarmi? Xo'y, o'z ko'zim bilan ko'rdim. U dadasi bilan qimmatbaho mashinadan tushib, meni do'konimga kelishdi. U quyib qo'yganday dadasiga o'xsharkan. Nega vaqtliroq aytmading? Sen hali hammani ahmoq qilib yuribsanmi? Yaramas. Qiziq, Mariya kim unda? U shunchaki obro' uchun meni niqobimda yuribdi. Men boyligim uchun emas, shunchaki o'zimni qadrlaydigan do'stim bo'lishini xohlagandim. Faqat bu sirni hech kim bilmasin. Vaqti kelib hamma bilib oladi. Biram tug'ilgan kuningda mazza qildik-ku. Bizni tez-tez uyingga chaqirib tur. Dadam begonalarni uyga kiritmaydi. Lekin sizlarga yo'q deb bo'larmidi? Anu Elizani ko'rdingmi? Biram senga hasad qiladi-ey. Shundoq qarashlaridan bilinib turadi ovsarni. Hurmatli o'quvchilar, sizga katta xushxabarim bor. Shanba kuni kollejimizda katta bal bo'lib o'tadi. Balda kollejimizning malikasi aniqlanadi. Balga hamma juft bo'lib borishi talab qilinadi. Bu kollejimizning an'anasi. Go'zal va betakror ko'rinishda bo'lishingiz kerak. Balda bizni qo'llash uchun yaqin insonlarimiz ham qatnashishi mumkinmi? Qo'llash uchunmish. Kim g'olib bo'lishi aniq bo'lsa, nima qilasan? Bemaza yaqinlaringni balga yetaklab kel. Bayram jonu dilim, unda tezroq tayyorlanish kerak. Birinchi navbatda hammani og'zini ochib qo'yadigan bazm libosi olish kerak. Voy, dugonajon, juda ham yarashdi. Senga o'zi yarashmaydigan narsa yo'q. Adashding. Menga faqat shunaqa brend qimmatbaho kiyimlar yarashadi. Buni narxi buncha qimmat bo'lmasa, shuncha boy bo'lib turib bitta ko'ylak olib bersa nima qilarkan? Kimlarni ko'ryapman? Yana o'sha sho'rpeshona qiz va uning telba dugonalari. Sizlarga kim qo'yibdi butikdan kiyinishni? Dugonalarimga til tekkizma. Har qalay ular meni dugonalaringga o'xshab, pulim uchungina atrofimda parvona bo'lishmaydi. Diding chakkimas-ku. Otangni necha oylik ishlab topgan puliga olmoqchisan, qiziq. Nima? O'zing nimadir xarid qildingmi o'zi yoki shunchaki aylanib yuribsanmi? Butun do'konni sotib olishga qurbim yetadi kerak bo'lsa. Siz biz bilan yurishingiz kerak. Nima uchun? Bilsam bo'ladimi? Nega signal ishlab ketdi qiziq? Tekshirishimiz kerak. To'g'ri tushuning. Sumka ichida nima borligini ko'rishimiz kerak. Siz nimadir olganingiz aniq. Mana-ku, sen hali bizni aldamoqchi bo'ldingmi, yaramas o'g'ri? Senga qonuniy jazo ko'ramiz. Yo'q, men o'g'ri emasman. Sumkamga qayerdan tushib qoldi, hayronman. Uyat senday qizga. Seni hammani oldida sharmanda qilib jazolash kerak. Ishoning. Umrimda hali birovni haqqiga teggan qiz emasman. Sandaqalarni ko'pini ko'rganmiz. Hoziroq militsiya chaqiraman. Bir adabingni ye. Men James Jackning qiziman. Menga sizni bunaqa taqinchoqlaringiz yoki-da soatingizni umuman qizig'i yo'q. Nega tushunmaysiz? Alo, bu militsiyami? Hanstor do'konimizda o'g'ri qo'lga tushdi. Tezroq yetib keling. Alo, dadajon. Men bilan muammo yuzaga keldi. Bu haqiqiy James Jackning o'zi-ku. Qizaloq to'g'ri aytgan ekan. Sen hali meni qizimni hech qanday dalillarsiz aybladingmi? Ishdan bo'shadim deb hisobla. Bu do'kon do'stimniki, bittada ishingdan ayrilasan. Meni kechiring. Aybdorman. Avval kuzatuv kamerasini tekshirishim kerak edi.
balga borishga sherik topdingmi? Meni bitta yuqori kursdagi Tayler taklif qildi. Men Saymon bilan bormoqchiman. Bugunoq ochiqchasiga gaplashib olishim kerak. Saymon, sizni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. O'zi qidirib yurgandim. Buni qarang, meni ham sizda gapim bor edi. To'g'rirog'i sizni balga taklif qilmoqchiman. Faqat yo'q demang, Eliza. Shu masalada sizdan yordam so'ramoqchiman, Saymon. Siz balga Mariya bilan borishingiz kerak. Bu juda ham muhim. Nimayam derdim. Yordamim tegsa xursand bo'laman. Lekin keyingi safar taklifimni qaytarmaysiz. Marta xonim, begonalar uyimizda nima qilishyapti? Xo'jayin Texnikovdan oshxonamizga yangi jihozlar buyurtma qilgan ekan. Shuni o'rnatishyapti. Sizlarda original Dyson bor-a? Balga sochimni turmaklash uchun kerak. 2 soatdan keyin stilist keladi. Yetkazishga ulgurasizmi? Albatta, xizmatimiz tez hamda sifatli. Xavotirlanmang. Mariya, men bilan balga borishni xohlaysizmi? Ha, albatta. Endi hammasini oshkor qilish vaqti keldi. Ortiq o'yinlaringda o'ynamayman.